ulug' kunlarda, juma kunlarda shunaqa video ko'raman deb o'ylaganmidingni? Xayolingizga kelganmidi? Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i Ilyosbek xonadonlariga kelganmiz. 2026-yil 7-avgust sanasida turibmiz aka-ukalarim. Sifat darajasi xudo xolisa zo'r. Hammaga avvalambor juma yomini muborak bo'lsin. Hamma ulug' kun hammaga bayramda kutib olinglar. Inshaalloh hammani uyiga mashmonlar kim olsa fayz baraka olib kirsin, barakotli bo'lib borsin aka-ukalarim. Biz mana shunday qilib endi bir qator mollarning syomkasini boshlaymiz. Xudo xohlasa 4 bosh, 1 bosh yetuk, qolganlari kechki bo'g'ozlar aka-ukalar. Ko'rasizlar, savdosini qilasizlar yoki ustiga kelib ko'rasizlar, savdo qilib olasizlar. Xudo xohlasa mollarning originali, bunaqa defekti bor mol yo'q. Mana shu moldan kechkidan boshlaymiz, oshna. Ha, maqtadan yaxshi. Ilyosbek, tuzimsan? Yaxshimisiz? Ishlaring bo'lyaptimi? Nima gaplar? Tinch. Ishlaring yaxshimi? Nima gaplar? Mollarni zo'rdan olib kelib qo'ysan ekan, xudo xohlasa. Chiroyli, chiroyli. Mashina obzorni ma'lumotini berish oshna. Bo'ylari xudo xohlasa o'rtoqlar 1.25 kelib qoladi, o'lchanmagan. 1.20 pliska olarasizlar. Kuragi bormi, yo'qmi? Yo'q, hali kuragi. Kurak tishlari yo'q. Necha oylik bo'g'az? 5 oylik maqtadan. 5 oylik, mana bu takka qarang. Joning sog' bo'lsin, mollar. Krasavchik aka-ukalarim, xudo xohlasa uyingizga borsa ham hijolat qildirmaydigan mol. Gavdavoshi yaxshi, oyoq qo'li baquvvat variantidan, sifati toza, tuni tozasidan xudo xohlasa. Kalla holati ham o'ziga yarashgan, tugmalari ham zo'r. Mana qarang. Tugmasi bor. Ana xudo xohlasa o'zi yelini tashlab qopti. Ha, Xudo xohlasa yelini tashlab qopti. 5 oydan oshgan, 5 oyga olasizlar. Narxlari ham qulay. Nech pul oshlar narxi? narxi 22 million kami bor o'rta. 22 million kami, 21 million 500 ming qo'yaylik. Vodiy bo'lib dastavkasini qilib bering, shunday kamini qilib oshna. Bo'ladi. Aka-ukalarim 21 million 500 ming kam bor, vodiy bo'lib dastavkasi ham bor. Mana sizga narx, xudo xohlasa chiroyli narxlar bo'ldi, holatiga qarab. Xo'p. Ola pakkisidan. Necha oylik bo'g'oz? 4,5 oylik. Aka-ukalarim 4,5 oylik bo'g'oz. Kurak tishlari 8-insini chiqaryapti. Xudo xohlasa ikkinchisiga yo uchinchisiga bo'g'oz. Tahoratlari ham chiroyli. Ola pakkisidan so'ragan aka-ukalarim bormidi? Mana taholatlari ham juda chiroyli, xudo xohlasa. Oq yelin, oq tutakdan so'radinglar, mana sizlarga o'sha mol. Xudo xohlasa bo'ylari 1.20 xotirjam chiqmasa kerak oshna. Ha, xudo xohlasa. 1.20 xudo xohlasa kelib qoladi. 1.20 ni yoq-yoqda olarasizlar buni. Narxlari ham xudo xohlasa qulay, hamyonbop. Necha pul qo'yib yuboramiz? 21 million kami bor maqtadan. 20 million 500 ming qo'yib yuboraylik, shuni ola pakkani oshna bitta skitka bo'lsin. Sotishga bo'lyapti, bo'shatishga bo'lyapti. 400 ming yo yag'i yo bag'ida endi. Bo'ldi, bo'laveradi. Aka-ukalarim 20 million 500 ming kami xayri bor, vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Aloqaga chiqasizlar, yedishiga, orqasi chiqmasligiga, tepmasligiga, suzmasligiga 100% garantiyasi bor molni. Garantiyasi bilan beraman deyapti. Hop, buning mavzusi yopildi. Endi shvedga keladigan bo'lsa, aka-ukalarim, juda korpusli mol. Xudo xohlasa korpusi butun bo'ladi, taq holati ham chiroyli. Molni pachkasini bitta e'tibor berib qo'yasizlar, molni pachkasiga. Mana qarang. Gazini qarang, gazini. Gazi ham uzun ekan, xudo xohlasa. Yuvoshillari ham yuvosh, kalla holati ham o'ziga yarashgan, toni chiroyli. Sifat darajasi, eti ham yaxshi, yeb ichtilari, sog'lomlari ham xudo xohlasa yaxshi oshna. Zo'r yeb ichishi quruq so'mali. Haligindan o'tdi, sinovdan o'tgan ular. Sinovdan o'tdi. Xudo xohlasa aka-ukalarim sinovdan o'tdi. Yosh oilaga kurak tishlari Yo'q, kuragi hali. kuragi yo'q, buzak aka-ukalarim. Bo'ylari shu 1.20 atrofida olasizlar, 1.15 pliska ham olaveringlar, lekin mol hali kuragi. kuragini ham chiqarmagan, hali ancha o'simi bor, xudo xohlasa. Necha oylik oshna? Egasi buni 2,5 oylik dedi, apparat 2 oylik chiqdi. Aka-ukalarim 2,5 oylik qo'ygan ekan egasi, endi egasini bilasizlar, apparat 15 kunga qadar qolib qochadi. 2 oylik garantiya, 2 oylikka garantiyasini beraman deyapti. Yana qo'l soldirib olaveradi o'zi. Savdo sunnat deyapti. Qo'l soldirib olib, bemalol tekshirib olaversin deyapti. Doktor perchatkasini kutib olsin, 2 oylikka garantiya deyapti. Narxlari ham xudo xohlasa juda qulay. Narxi 19 million 500 ming kami bor. Oshna 19 million berishadi, tamom deylarni yopamiz. Kami xayri bor, ha? Bor aka 19 millionga kamini qilib berasan, aytaverasan ularga, xudo xohlasa sani duo qilib bir mol qilsin, ha? Hojatda xo'jalinlarim borcha, po'cha-mo'chalar chiqyapti, shuni yeb turguncha qonida bolasi bilinib qoladi. Xudo xohlasa shu pensiyamni to'plab olaman, mana shu moldan chiqarib olaman deydigan hojatda xo'jalinlarimga tavsiya beraman. Xudo xohlasa yaxshi mol. Uyingizga qilib qo'ying, amalini qilib qo'ying, foydasini ko'ring inshaalloh.
Endi yetukka keladigan bo'lsak, kurakchlari nechta shular? Kurakchlari 4 ta. Aka-ukalarning kurakchlari 4 ta birinchi qoringa turishida. Ha, birinchi. Birinchi qoringa 9 oylik bo'g'oz, yetuk variantidan korpuslari ham juda chiroyli, xudo xohlasa, kalla holati ham o'ziga yarashgan. Bo'ylari 1.20 xotirjam keladi, 1.15 plyusga ham olaverasizlar. Bolasi katta, yelili, aka-ukalar, yelini qarang, tarsillatyapti yelini. Bugun ertalab qolgan, xudo xohlasa. Kallasi, korpusi o'ziga yarashgan bor. Mana peshonasida oqi bor, qashqasi bor. Xudo xohlasa birinchi qoringa narxi 23 million 500 ming kami bor. aka-ukalarim, xudosi buni hammasidan tushdi endi bundan tushmasin bo'lsa 23 millionga xayr aka amr qilib bering oshna. 23 millionga kami bor aka-ukalarim, vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Qo'yilgan narxlar muhim emas, hammasini kami bor. Aloqaga chiqasizlar, savdo sunnat, talashib, tortishib olaverasizlar. Xudo xohlasa mollarning originali. Bunaqa defekti bor mol yo'q, yemaydigan, ichmaydigan mol yo'q, orqasi chiqadigan mol yo'q. Hammasi sinovdan o'tgan mollar. Yana uyingizga borganda yedirib, ichirib ko'rib ham pul beraverasiz. Shopirdan pul beraverasiz, zakoratni tashlab bergandan keyin. Mollar xudo xohlasa amalini qilasiz, hammasi foyda qiladigan mol. Xudo xohlasa amalini qilib qo'ying, foyda qiladi xudo xohlasa aka-ukalarim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shu yerda endi videoga yakun yasaymiz. Olganga ham, sotganga ham Alloh xayrli va barakotli qilsin. Joninglar sog' bo'lsin, hamma jumani eson-omon o'qib olishni hammamizga nasib ro'za aylasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.